Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan oson va mazali noodatiy manti tayyorlaymiz. Har doimgidek ishimizni mantini xamirini tayyorlashdan boshlaymiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga 1 stakan suv, 1 choy qoshiqda tuz va 1 dona tuxum solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor aralashmani ustiga oldindan elakdan o'tkazib qo'yilgan unni qo'shamiz. Sekin qorishtirib xamir tayyorlashni boshlaymiz. Xamir bilan biroz ishlab olganimizdan keyin ustiga 1 osh qoshiqda o'simlik yog'i qo'shamiz. Men zaytun yog'i ishlatganman. Xamir yog'ni o'ziga singdirib olgunigacha yaxshilab mushlab olamiz. Xamirimiz mayin, silliqqina bo'ladi. Ustini yopib 5-10 daqiqa davomida tindirishga qoldiramiz. Va endi ichiga solinadigan masalliqlarni tayyorlab olamiz. 6 yoki 8 dona o'rtacha kattalikdagi piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. 2-3 dona shirin yashil bulg'ori va 1 dona yirikroq pomidor. Bularni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Pomidorni kubik shaklida to'g'raymiz. Endi xohishga ko'ra har xil ko'katlardan mayda qilib to'g'raymiz. Ismaloq, rukola va yana boshqa aralashma ko'katlardan foydalanganman. Hammasini maydalab to'g'raymiz. Va endi 500 gram qiymani ustiga to'g'ralgan mahsulotlarimizni qo'shamiz. Mol go'shtidan qiyma ishlatganman. Qiymani iloji boricha yog'liroq turidan ishlatganimiz yaxshi. Men ishlatgan qiyma yog'siz, shuning uchun ustiga 50 mg o'simlik yog'i qo'shdim. Tabimizga ko'ra tuz bilan ziravorlar qo'shamiz. Tuz, zira, kashnich urug'ini maydalangani va qora murch, ya'ni qora qalampir. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Nachinkasi tayyor. Chetga qo'yib turamiz buni. Endi xamirni yoyib olishimiz kerak. Tingan xamirni stol ustiga birozgina yaxshilab aylantirib zuvala qilib olamiz, silliq bo'ladi. Va stolimiz ustiga un sepib, xamirni ochishni boshlaymiz. Videoda ko'rib turganingizdek, ozgina mushlab ochib olamiz. Va keyin o'qlov yordamida yoyishni boshlaymiz. Oz-ozdan un sepib, unni keragidan ortiqcha sepib bormasligimiz kerak, xamirimiz qurib qolishi mumkin. Xuddi shu videoda ko'ringandek aylantirib ochishni boshlaymiz. Xamirni odatdagidek manti yoki chuchvaraga yoygandek qalinlikda yoyamiz. Mana xamirni yoyib bo'ldik. Qalinligini ham ko'rsatib o'tdim. Tayyor yoyilgan xamirni o'qlovga yana o'rab olamiz taxlash uchun va kesish uchun taxlab olamiz. Dumaloq qilib kesganman, shuning uchun dumaloq qolipdan foydalandim. Shu qolipni o'lchovi bilan xuddi shu videoda ko'ringandek qilib kesib olamiz. Piyola yoki stakan ishlatishimiz mumkin qolip o'rniga. Kesilgan lentalarni yana ustma-ust qilib taxlab terib chiqamiz. Xohlovchilar to'rtburchak shaklda oddiy mantidek qilib tugishlari ham mumkin. Ya'ni dumaloq kesmasdan to'rtburchak kesib. Endi ko'rib turganingizdek, taxlangan lentalardan shu dumaloq qolipda xamirlarni kesib oldim. Va alohida qilib xamirlarni ajratib chiqamiz. Chetlari biroz yopishgani bilan hammasi tezda ochiladi, yopishib ketmaydi bir-biriga, ko'rib turganingizdek. Tez-tez ajratib olamiz va hammasini xuddi shu tarzda kesib olamiz.
mana yumshoqqina dumaloq xamirchalar. Stol ustiga terib chiqamiz. Tayyorlab qo'yilgan nachenkasidan yarim osh qoshiqdan qo'yib chiqamiz. To'ldirib qo'yishimiz kerak nachenkasini. Va mana ko'rib turganingizdek qilib yarim oy shaklida tugib olamiz. Juda ham oson va oddiy. Va xamirlarni tugilgan joyini yaxshilab bostirib yopishimiz kerak, yupqalashtirishimiz kerak. Ya'ni pishganda qalinlashib qolmasin. Hammasini xuddi shu tarzda tugib tayyorlab olamiz. Va bu orada mantilarni tugayotgan paytimizda mantini pishirish uchun suvini ham qaynatib tayyor qilib qo'yishimiz kerak. Endi listimizni o'simlik yog'i bilan yog'lab olamiz. Va mantichalarni ham har bittasini yog'ga botirib terib chiqamiz. Nachenkasi va xamirlari baravar bo'ladi, ya'ni ortib ham qolmaydi, yetmasdan ham qolmaydi. Men tayyorlagan masalliqlardan ko'rib turganingizdek 4 ta list chiqdi. Joylashtiramiz hammasini. Va qaynab turgan suv ustiga qo'yib pishirishga qoldiramiz. 35-40 daqiqa davomida pishib tayyor bo'ladi. Nachenkasi qiymali bo'lgani uchun tezroq pishadi. Yana ham hamma o'zini, ya'ni plitasi, gazi, pishiradigan qozoniga qarab pishish vaqti o'zgarishi mumkin. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Xamirlar ustiga barmog'imiz bilan urib ko'rganda xamir yopishmasa, mantilar tayyor. Issiq paytida har xil souslar bilan dasturxonga tortamiz. Ichlari sochli bo'lib, juda ham mazali chiqadi, yengil ta'mda. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Hammaga yoqimli ishtaha. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.